Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Bugün Allah'ın fazlı merhameti heyetinin 3. günü yenile dersimizni başlap aldık. Bütün barlık Uygur kırındaşlarınınki ulu Kurban heyeti mübarek olsun. Allah subhanahu ve taala davamlıq yaxşılık üstüne yaşaşqa Allah müyesser kılsın. Allah hemmemizni, farzandlarimizni sırat-ı müstakimde, doğru yolda Allah müstakim kılışqa Allah. Nurluq meşallerini Allah subhanahu ve taala yıkmasın. Bugünkü derste İmam Buxari rahmetullahi aleyh ayol kishi qancha kiyimda namoz o'qisa bo'ladi, kifoya bo'ladi yo yetarlik bo'ladi degan biz buni to'xtalmoqchi. Hamda Ikrama degan kishi shundoq deydi, bu tabiin kishi davrdagi katta büyük ulamolardan biri. Bir kiyim bo'lsa, lekin butun badanni yopa bu yetarlik, bu kiyim degan. Kiyimniki manch kiyim shart emas, ammo cho'qim badanni to'liq yopganlar bo'lsa, bu yetarlik deydi. Bu 372 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Abul Yaman degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq dedi. Bu Hakim ibn Nafi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxorininki ustozi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi dedi bizga Shuayb degan kishi xabar bergan dedi bu hadisni. Shuayb ibn Abi Hamza nomi bilan mashhur. Bu kishining tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi Zuhridan İmam Zuhri rahmetullahi aleyh Muhammad ibn Muslim ibn Shahab Zuhri. Bu kishi dedi menga Urva deb bergan bu hadis. Urva dedi haqiqatan Oyisha radhiyallohu anha mundaq degan edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam albatta bomdod namozni o'qiydi-da, Rasululloh bilan birga mu'min musulmon ayollar Rasululloh bilan namozga hozir bo'lib bir keladi. O'zining ro'mollariga, raq kiyim-kechaklari, lichaklariga yo'gingan holatda, ondan o'ylariga qaytishib ketadi. Ularni hech bir kishi tonimasdan. Demak, bu yerda bizga muhim bo'lgan bir nuqta birinchidan hamda shu mutalaffiatin fi murutihinna degan so'z muhim bu yerda. Ya'ni ular o'zlarininki shu kiyimlariga bu mishadalik jo'ngdan to'qilgan ayni vaqtdagi kiyimlar va jo'ngga o'xshash. Demak, mishada bir raqqa, purkanjiga, plashga o'ringan holatda. Demak, mishada o'ringanligi shu bir kiyimni bildiryotdi ko'pincha. Lekin bu bosh ko'zlarni, hamma yerlarini yopindigan, uzun ham keng bir kiyim ekanligi bilinib turdi. Uningdan boshqa bomdod namozni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga avvalgi birinchi vaqtda, qora vaqtda, qop-qorong'i vaqtlarda o'qiydiganligini bildirdi bu hadis. Tuvandagi hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Bir adam belgisi var, yolluk kiyimlerde namaz o'qib qolsa va uning yo'l belgilariga, gullariga qarab qolsa, bu qanday bo'ldi dedi. Bu 373 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Ahmad ibn Yunus degan kishi so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi İmam Buxarining ustozi bo'lib tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi dedi bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi dedi bizga Ibn Shahab Urvadan Urva Oyisha onamizdan bayon qilib bergan dedi. Bu ravilarniki hammasini tarjimali boshda o'tgan. Oyisha onamiz dedi payg'ambar alayhissalatu vassalam bir belgisi var, bir kiyimda, raqda namoz o'qigan dedi. Ondan uning belgilariga, yo'llariga tikilib qarab qoldi-da, namozdan bekor bo'lib qaytgan vaqtida bu kiyimni Abi Jahimning qishiga avatinglar, unaga olib biringlar dedi. Menga Abi Jahimning Ambijoniya tonini ekib biringlar dedi plashni. Bu Ambijoniya degan shu vaqtdagi bir nayt dağlıq bir kiyim-kechak to'qiydigan bir yurtning ismi. Bu bugungi kunda Shamga to'g'ri keldi deyildi. Hatto shu Suriyaniki Halab noyisi viloyatiga yaqin Minbij degan shahar mushu deb qaragan ulamolar. Qag'ini vallohu a'lam. Endi bu Ambijoniya to'yimda sidamroq to'qiydigan shahar ekanda shu vaqtda. Shu sidamroq bilan mashhur. Shu payg'ambarimiz yo'lliq gullikni raqni akishiga birib, akishining anday gulsiz, yo'lsiz, belgisiz kiyimini menga akib biringlar. Chunki bu kiyim meni namozimda nadir mashg'ul qilib qo'ydi, diqqatimni chechivatdi dedi payg'ambarimiz. Hisham ibn Urva dadasidan Oyisha onamizdan bayon qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana mundaq deganda, buning belgisi yo'llariga shunda qarab qoldim, men namoz turib, meni bu ozdirib ketmasin, ya mashg'ul qilib qo'ymasin deb ensiravatma dedi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Xudoni, Allohni tonish darajasi hech qanday insonnikiga qat'iy o'xshamaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Xudo bilan bo'lgan munosabat, ulanish, bog'lanish ishlar sababchi bo'lsa, payg'ambarimiz Allohning sevgisi oldida har qanday narsani aqalli to'sal bo'lgan ishlarning har qanday Rasululloh voz kechdi. Chunki iymonning ta'mini eng yaxshi tetigan, eng huzurni his qilgan, eng lazzatini tetigan zot. Shunlashqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oddiy bir kiyim-kechakning
odamning guli diqqatni chashgan bo'lsa-mu, Xudo bilan bo'lgan bog'lanishlik ta'siri yetdi deb o'ylab Rasululloh darhol buni diqqatni chashgan narsa bu yerda o'zgartgan. Demak, Xudo sevgisi, lazzati o boshqa tetigan odam har qanday narsadan moddiyatdan voz kechaydi degan bo'ladi bunda. Uningdan boshqa bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Abu Jahimga olib boringlar degan bu kishi Abu Jahim ibn Huzayfa ibn G'anim ibn Amir al-Qurayshi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu jamoatidan bu kishi o'zi Quraysh qabilasidan bo'ladi. Makka fathi jilnisi musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgandan keyin shu Madinaga kelib, Madinada o'chilib, Madinada yerlashib, shu yerda yashagan. Bu kishiniki nihoyat og'zi ittik tili nihoyat o'tkir odam ekanda, har qanday odamga gap bermaydigan, chas kesib maqdigan. Shuningdek Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kishini qo'rqitib, shu xudo haqqimizda azob bersan, gap qilsan, gapingni yana tilingni ishtiq qilsang, men sana shu jazo bermi deb, shu qo'rqitib, shundan bu kishi ham shu nihoyat qo'rqib, shu uyda yoshirinib, alat shuna yashagan Umar ibn Xattobning zamonida. Hatto Umar ibn Xattob shahid bo'lib ketgan vaqtda xushal bo'lib ketgan deyildi. Alloh alam ham inson bo'lgan ekan. Lekin nihoyat buyuk sahoba, Qurayshlarning ichida nihoyat davomli shu oldida avangard xizmat qilgan buyuklarniki. Ham shu Qurayshlar ichidagi 4 cho'ng nasab ilmini bildigan, cho'ng 4 shayxniki, ustozniki biri bo'ladi bu kishi. Ham nihoyat uzun umr ko'rgan. Shu kishi deydi, men Ka'bani ish qitim yasash qatnashgan. Yosh vaqtimda bir qitim Abdullah ibn Zubayr yasagan vaqtida men bir qitim qatnashgan dedi. Jahiliyatga qatnadik. Burun qitim mesela jahiliyatda yasaganda, demak shunun qilgan vaqtida bu kishini aytdi uzun umr ko'rgan kishi. Ham undan boshqa Osmon radhiyallohu anhu o'lib ketgan vaqtida dafn qilgan 4 aylinda, shu 4 aylinning birisi mush kishi. Endi mushu buyuk sahoba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga amaliyotda ishqital yaxshi bir raq kiyimi bor ekanda, birini Rasululloh sovg'a qilgan. Chunki ma Rasulullohga berilgan xamisa degan bu kiyimning belgisi bor. O'zing keştlik, shunda chiroyli, jo'ng, raq degandek bunday qora oq yo'lliq, bak chiroyli kiyimkanda hamda Rasulullohni yaxshi ko'rgandan eng qimmat, eng chiroyligini bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilgan yo'q, lekin namozda sal mashg'ul qilib qo'yganligini his qilib, qaytirib berib, menga yana birisini bergan ekan. Chunki bu odamda yana bir ambijoniyat tuni bo'lib, bu plashda o'zal qo'polroq, endi buning belgisi yo'q, yo'li yo'q, adda sidam. Menga azaraq meni bergan deb payg'ambarimiz qimmatini yaxshini qaytirib berib qabul qilgan. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.